Assalomu alaykum akalar. Ana bugun biza ishimizni boshlab oldik inshaalloh. Bugun 30-may soat 9:27 bo'ldi. Ishga chiqib oldik. Hali zakaz qilmaganmiz mana. 00 kecha yangi parkka ulanganman. O'sha uchun paka ishlaganim yo'q unga. Bugun chiqdim o'sha yangi parkka. Xudo xolasa mana Dinaliga chiqib oldik. Xonobod tomonda biza. İnşallah akalar ko'rsatib boraman. Biznes tarifida qanaqa nima bo'ladi deb. Zakazlar, suvlarimiz orqa ko'rinyaptimi? Orqada suvlar, zaryadka, salfetkalar bor. Akalar videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Inshaalloh qiziq bo'lar. Inshaalloh kutamiz qiziq bo'lishini. Bu mendan emas, inshaalloh Xudo xolasa ko'rsatib boraman. Akalar aytib o'tishim kerak, 3 ta tarifimiz yo'q. Biznes, elektro, primer. Sentrga borganimizda elektrni o'chirib qo'yamiz, chunki elektrdan faqat chetroqqa zakaz beraveradi, ko'proq chetroqqa chiqarib yuboradi. O'sha uchun elektrni o'chirib qo'yamiz. Biznes bilan primer beramiz akalar, inshaalloh. Akalar mana birinchi zakazimizni tugatamiz. Inshaalloh 58 ming bo'ldi. Qo'ylig'i massiv 5 dan olib keldik, Bobur ko'chasi 40 ga. Yana keyingi zakazimiz sipochka bilan tushdi. Bu qo'miydan ekan. Akalar ishni davom ettiramiz. Akalar mana keyingi zakazimizni tugatdik. Inshaalloh 17500 bo'ldi. Через 200 метров поверните направо. Bu zakazimiz elektrodandi. Yana biznes zakazimiz bor. Sipochka bilan tushgan. Mana shu klientimiz zakaz qilgan. Klientimizni olib kelgan joyimizdan tushdi. Boshqa gaplar akalar. Bu 3-chi zakazimiz tugatdik. Bu 4-chi zakazimiz akalar. Toshkent City'da biz. Soatimiz 10 dan 38 to'xta. Dars davom etamiz. Akalar biz zakaz tugatdik. Darxon tomonida biza zakazimiz 29500 so'm bo'ldi. Keyin yana sipochka bilan zakaz tushgan. 1 kilometr 400 metrda biznesdan tushgan. Anaqani o'chirib qo'ymadik elektrani, o'z zakaz kam, cho'ta nimagadir. O'sha uchun elektrani o'chirib etmadim. Bo'sh o'tirmaylik. Biznesdan bo'lmay qolsa, elektrdan tushib qolsa ham ketaveramiz. Zato tinmay ishlaymiz inshaalloh. Shunaqa gaplar ekan. Dars davom etamiz ishlashda. Метров поверните налево. Akalar bu jumadan keyin ikkinchi, 3-chi zakazimiz. Hozir yana bitta zakaz tugatdik. Videoga olishga uspet qila olmadim. Bu zakazimiz, o adres belgilanmagan ekan. Shunaqa gaplarga ishlashda davom etamiz akalar. Akalar Ashxobodga bordik, Ashxobod parkiga, Ashxobod parkdan ko'chada bitta mehmonimiz turgan ekanlar, Tojikistondan. Mana ketyaptilar. 50 ming olib qo'ydik Ashxoboddan Seul ko'chasigacha. Ishqilib 50 ming so'mga dogovor qilib qo'ydik. Taksilash davom etamiz. 2 yillik bir bo'libdi. Soatimiz ishlagan pulimiz 324 ming bo'libdi. Plus 50 ming so'm hozirga. 374 ming bo'libdi akalar. Ishlashda davom etamiz. Akalar next orqasida turibman. Zakaz yo'q, bir 5 minutdan o'tdi shekilli, 5 minut bo'ldimi? Shu qilib kofe olib chiqdim bitta. Bir anaqalarimiz ishlaydi nextda, sushi barda. Jo'ralarimiz. O'shunga gref qilishdi, kofe, ice coffee. Shuni olib chiqdik gaplashib. Shu bilan mana yoqdi, lekin zakaz yo'q. Koeffitsient bor. Elektrni ham o'chirib qo'ydim boyna, yana yoqib qo'ydim. Keyin zakaz bo'lmaganidan keyin iloji yo'q. Biz next parkovkasimiz, mana next. Akalar yana aytib o'tay, mana quflab qo'yishdi. Biznes ertaga yopiladi hozir. Bu parkda ishlamaganman-da, bu parkimga o'tsam, Capital Park.
Опа, доступ в tarifе biznes будет закрыто на полгода. Ko'ramiz, sharoitga qaraymiz. Agar arzonroqqa ochib bersa, pulga ochib berishar ekan. O'shanga arzonroqqa ochishni ilojisi bo'lsa, ochamiz. Bo'lmasam yuraveramiz Premierga. Anaqaga ishlab, elektraga. Agar Premierda ham qulab qo'ysa, значит, Elektra bilan Comfort Plusga yuramiz akalar. Xudo xolasa 6-iyundan narx-navosi oshar ekan Yandexda. Inshaalloh yaxshi bo'lib qolsa kerak. Shunga ishlayveramiz hammasi. Qaysi ochiq bo'lsa shunisiga ishlayveramiz akalar. Nasib bo'lsa. Akalar, mana zakaz tushdi mehmonxonadan. Bilmadim chiqarmikan, chiqmas. Nalichka ekanda aeroportga. 3-7 kilometr ekan, 10 minut ekan. Biznesdan tushdimi, nimadan tushdi bilmay qoldim, ko'rmay qoldim. Ko'ramiz inshaalloh. Chiqmasa zo'r qilib shunaqa gaplardan gapirib ketamiz-da, nima qilamiz, iloji yo'q boshqa. Tak akalar, ishlashda davom etamiz. Xudo xolasa bularda zakaz aeroportdan agar mabodo chiqsa klientimiz xursand bo'lardi anchagina. Barcha suhbatlar bank nazorati va o'rganish maqsadida yozib olinishiga e'tibor bering. Chiqyapti shekilli. Akalar aeroportga olib keldi. 24 ming bo'ldi. Klientimiz 25 ming berdi. Shunaqa qilib aeroportda biza zakaz yo'q hali. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Qancha yurganim, necha soat o'sha liniyada yurganim, nechta zakaz qilganim hammasini batafsil qilib ko'rsatib beraman inshaalloh. Kimlargadir manfaatli bo'ladi, kimdirlar biznes boshlamoqchi bo'lar. İnşallah kimlargadir foydasi tegib qolar akalar. Rahmat. Ishlashda davom etamiz. Sal shu yoqlarda cho'zilib, yuraylik sekin. Zakaz tushib qolar. Nasib bo'lsa. Akalar, zakaz nima ekan bu? Через 300 метров на Электричка. светофоре поверните налево. Bu 7dan koeffitsient bilan berdi. Akalar, ko'p zakazlarni videoga olmayapman. Shu narsalar oxirida ko'rsataman. Chokak, chimun, nechta zakaz bo'lgan, qanaqa zakazlar bo'lgan. Qo'ldan kelgancha videoga olyapman. Hozir biz Malika tomonlarda biz bundan oldin bitta elektrik bo'ldi, elektrichka. Tak ishlaymiz akalar. Akalar, isdan chiqib ketib qolibdi. Qolgan zakazlarni videoga olish va pishay isdan chiqib ketib qolibdi. O'shanga hozir uy tomonga qo'ydim. Hammasi yoqib qo'ydim почти. Nima yonimizda Comfort Plus, Business, Elektra, Premier. Inshaalloh kutib o'tiribmiz. Davom yoqib qo'ydik. Nechta zakaz? 20 ta zakaz bo'libdi, 825 ming akalar. Tak, yurganimiz takman yurganimiz 225 bo'lgan. 225 11,5 soat yurganmiz akalar. Yurmaganmiz, ishqilib mashina zavod bo'lib turgan vaqtida 11,5 soat. Inshaalloh kutib turamiz. Uy tomonga bitta bersa shu bilan tugatardi akalar. Bonusga ham ulashdik. Ikkita zakazga 49 ming beradi Premierga. Ikkita Premier zakaz qilganingiz uchun 49 ming beradi. Koeffitsiyentlar bor. Ikkinchi zakaz yo'q. Qur'onda agar bo'lmasa, oddiy metro tomonga sal yuramiz, inshaalloh berib qoladi. Mana shunaqa gap akalar. Rezultatni sal uyga borib yakunlab ko'rsatib boraman akalar. Yana batafsil qilib ko'rsataman zakazlarni. Akalar, mana zakaz tushdi, lekin bilmayman nimadan tushganligini. Elektrami,
Komfort plus ish qilib Chilonzor 21-kvartalga 9000 mi koeffitsient bilan tushdi. Inshaalloh uy tomonga ketamiz akalar. Agar atkazib qolmasa, почти 2,5 kilometrdan tushibdi. Inshaalloh atkazib qilmaydi, tezroq boramiz. Da uyga borib, oxiri rezultatni ko'rsataman akalar, inshaalloh. Akalar, shu yoqda videoni yakunlaymiz. Toshkent City tomondan olib keldik. Ismli 12 kilometrda 42 ming so'm. Развернитесь, а затем поверните направо. Bor 2,5 kilometr ekan uygacha. 890 ming bo'ldi. Ertaga xudo xolasa bir 50 ming tashib bersa, shunda 940 ming bo'ladi akalar. Yomon emas. Общий mana uchib ketibdi. Mana uchmabdi. Boshqasi o'tib qolibdi. Mana ish qilib yurganimiz 237 bo'lgan. Soatimiz 11 soat, 12 soat bo'libdi-da. Uyga borgunimcha hozir baribir 5 minut o'tadi. Shunda ishimizni yakunladik akalar. Общий 12 soat liniyada bo'ldik. Bu degani mana shunaqa rezultat akalar. Mana zakazlarni ko'rsatib o'tay. Tak, 35 ming, 32 ming, 27 ming. O'zlaringiz ko'rib olasizlar, qanaqa nima cho'kak ish qilib hamma zakaz ko'rsatib o'taman. Bo'ldi. Mana birinchi qilgan zakazimiz 9:40 da. 10dan 10gacha bo'lsa ham 12 soat, yo'q yog'i 13,5 soat vaqtimiz ketdi akalar. 26 ta zakaz. Kim videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsa, kattakon rahmat akalar. Prosmotr ko'p bo'lgani uchun video olishga qaror qildim. Bugun qarasam 31 ta prosmotr bo'lgan ekan eski videom. Xudo xolasa bu yanada ko'proq prosmotr oladigan umiddaman. Chilonzorda biza 21-kvartalda akalar biz ishimizni yakunladik. Kattakon rahmat, sog' bo'linglar.